Toshkent shahar Yashnobod tumani massив panelli Asalobod 1 Kadishva bozor 58-Vayni-Garodok o'sha atrofidan 48 ming 49 minggacha 2 xonali uy kerak. Chin yetimlar uchun davlat byudjetidan pul ajratiladi. 6 soatni bo'lganiga 3 yildan ko'p bo'lgan uylarga, sababi byudjetdan to'liq summa yozilgan holatda byudjetdan sizlarning plastik kartalarga pul o'tkazib beriladi. Agar yoshiga to'lmagan uy bo'ladigan bo'lsa, 12% daromad solig'i to'lashga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun yoshiga to'lgan uy hamda kirib yashaydigan uy kerak. Tayyor uy kerak, remonti bo'lgan yoki mebel texnikasini kimdir tashlab ketayotgan. Shunaqa uy bu kimda bo'lsa, tanish bilishlarda bo'lsa, agar yokida siz makler bo'ladigan bo'lsangiz, realtor bo'ladigan bo'lsangiz, menda o'qib aytayotganimdagi klientim bor. Telefon qiling, 50 ishlab yuboramiz.